Yillar o'tib biz sen bilan yana uchrashdik. Bugun biz sizlar bilan melodrama ko'ramiz. Juda ham aqlli lekin kambag'al oiladan bo'lgan bir qizni shahardagi eng yaxshi maktablarga baholari yaxshiligi uchun ko'chiradi. U qiz doim o'zini yolg'izman deb o'ylaydi, chunki uni oilasidagi hamma e'tibor uni ukasiga ajratilgan edi. Qiz shahardagi maktabga kelib, yotoqxonasidagi xonani ko'rgandan keyin xursand bo'lib ketadi. O'shanda nimaga unaqa xursand bo'lyapsan desa, "Meni hayotimda birinchi marta o'zimning xonam bo'lishim" deb xursand bo'ladi va maktabning koridorida peshonasi qon bo'lib yotgan bolani ko'radi va unga salfetka taklif qiladi. Shunaqa qilib ular tanishishni boshlaydi. Yigit esa o'ziga to'q oiladan edi, lekin juda ham bezori bola edi. Bir kuni bayram tufayli hamma uyga ketsa bo'ladi deganda, qiz oyisiga yozganda, oyisi kelmay qo'yaver, men ham bormayman, vaqtim yo'q deydi. Buni eshitgan qiz bitta o'zi maktabda qoladi va ko'chaga chiqishga qaror qiladi. U shaharda kechqurun ko'rgan chiroqlarni ko'rib juda ham xursand bo'ladi va raqs tushib boshlaydi va o'sha paytda bola uni kuzatib turadi. Bola uni yoniga kelib, Brodveyda bitta o'zining raqsga tushish maza bo'lsa kerak deydi. Bir kuni qiz imtihonga tayyorgarlik ko'rayotganda, bola uni yoniga kelib, "Nimaga kayfiyating yo'q? Nima bo'lyapti?" desa, qiz barcha alamlarni unga sochadi. "Biz boshqa dunyodamiz, iltimos, meni bezovta qilmagin" deydi. Shundan so'ng bola unga boshqa yozmaydi ham, ko'rinmaydi. Qiz esa har safar telefonini olib unga telefon qilaman deganda 100 marta o'ylardi-yu, ammo telefon qilishga haddi sig'masdi. Bir kuni ularning sinfdosh qizi tug'ilgan kunga taklif qilganda, qiz bolani o'sha yerda ko'radi va tug'ilgan kuni bo'layotgan qizga bitta sharf podarka qiladi. O'shanda sinfdoshlari "Nahotki bu originalni brendovый sharf" deb ochganida, afsuski original emasdi. O'shanda sinfdosh qizlari qizni masxara qilib boshlaydi. Bu qayerdan ham brendovый narsalarni bilardi deb. Bu narsalarni ko'rgan bola qiz yoniga kelib, uni tarafini olib boshlaydi. O'shanda sinfdosh qizlari "Sizlar uchrashyapsizlarmi?" deganida, qiz ataylabdan bolani qo'lini ushlab, "Ha, biz uchrashyapmiz" deydi. Ular ko'chaga chiqqandan keyin qiz bolaga qarab yig'lab boshlaydi. Bola unga qarab, "Hammada muammolar bor. Men boyvachcha bo'lganim bilan muammo yo'q degani emas. Meni oyim o'lgandan keyin o'gay onam meni doim urgandirdi. Shundan so'ng ular yana oldingidek do'stlashishni boshlaydi va maktabni bitirsak, bitta institutga kiramiz" deydi. Bu film davomini men Telegram kanalimga tashlayman. Juda ham chiroyli melodrama. Agar siz melodrama janridagi filmlarni yoqtirsangiz, bu aynan siz uchun.